uzoq sanatoriyaga borib qolishgan dam oluvchilar, yaxshi ham tekshiradiganlar bor. Tekshiradiganlar kelib sanatoriyaga qani bir dam oluvchilarimiz qanaqa dam olishyapti, qanaqangi davolanishyapti, shularni bir ko'raylik deyishsa, marhamat debdi bosh vrach. Marhamat, mana onalarimizni, opa-singillarimizni palatasiga kiramiz. Yo'q, ayollar Saromjon Sarishta bo'lishadi. Erkaklarning palatasiga kiramiz deb 3 ta erkak joylashgan palataga kirib kelishibdi. Tekshiruvchilarning kattasi, qalay dam olyapsizlar? Davolanish qalay bo'lyapti? Ovqatlanish qalay bo'lyapti? Umuman ahvolinglar qalay? Desa, bir amaki o'rindan turib, shu ham davolanish bo'ldimi? Ming la'nat bunaqa davolanishga. Desa, bosh vrach sekin tekshiruvchilarning orqasiga o'tib, ben adashdim, juda rahmat demoqchi edim. Juda bir ajoyib davolanish maskani ekan, taomlari ham shirin. Ertalabga osh berishadi. To'y oshi yeymiz ertalabga. Peshinga qozon kabob yeymiz. Peshindan keyin tandir kabob olib kelishadi. Kechga yemaymiz desak ham shashlik tortishadi. Yo'q, kerak emas, siqit qolamiz deyishadi, keyin yeb qo'yamiz. Yaxshi davolanishimiz yaxshi. Nima davo qilishyapti? Nima davolar qilishyapti? Nimalar bilan davolashyapti? Yot bilan, yot. Men oyog'im og'riydi-da, men bu yoqqa kelgandim, mana shu yoqqa yurardim. Men hozir mana bunaqa yuribman, ko'rdingizmi? Yot surishadi, yot. Yotni juda xususiyati katta ekan, yaxshi bo'lib qoldik mana. O'zimiz oyog'imiz bilan yurib chiqib ketsak bu bo'ldi. Tushunarli. Ikkinchi erkakning yoniga borib, siz nima bilan kelgansiz? Nima sizni bezovta qiladi? Nima u? Yelkalaringiz og'riydimi? Belmi? Qayru. Men shofir bo'lganman, shofir. Qalay? Davolashyaptimi? Nima qilishyapti? Yot surishyapti. Qalay, foydasini sezdingizmi? Yaxshimi ahvolingiz? Endi surib turganda biram yoqimli. Tushunarli. Xo'sh, siz nima bilan bezovta bo'lib keldingiz? Desa, uchinchisi, men ashulachiman. Ben qishloq joyda yashayman. Bizning qishlog'imiz obod. Paynet bor, internet bor. Fakat svet yo'q, bor svet. O'chmaydi. Kam yonadi, fakat kam. Shunda haligi dvijok bo'ladi, dvijok. Benzin bilan ishlaydi. Shu dvijok ovozni kuchaytirib beradi, svet yonadi. Benzin, solarka, kerosin deyam ishlovlardi-yu, faqat uzoq ishlamaydi. Shundan keyin jonli aytamiz, jonli. Mana jonli aytib, oxiri mana shu ahvolga tushdik ekan. Tushunarli. Xo'sh, nima iltimoslar bor, takliflar bor, shikoyat bor? Shikoyat yo'q, iltimos bor. Bu yot so'radigan opalarimiz bordi. Birinchini amakini oyog'iga suradi. Keyin shopir akani oxirida menga surishadi-da. İltimos birinchi mendan boshlashsin. Unaqa sanatoriyalar yo'q, men hazillashib sizlarni kuldirish uchun to'qidim. Unaqa sanatoriyalar yo'q.